Onyx Premier Plus. Hurmatli obunachilarimiz, aziz yurtdoshlar, hammaga assalomu alaykum. Bag'at avtomarketdan sizlarga Onyx Premier Plus ko'rsatamiz. 2024-yilda ishlab chiqarilgan, kuzovlari 25-50 ming probeg yurgan, kraskasi 100% родной. Ko'rib turganlaringizning qop-qora svetda mashinamizning ichida qirchilgan, dash boshlatgan, chaka-chuka bo'lgan joylari yo'q. O'zining diska balonlarida Pakalina metan gaz balonlar qo'yilgan. Salon holatlarına keladigan bo'lsak, salonlari akkuratniy, свежий holatda, ko'jalanlik holati zo'r turibdi. Oyoqdan poliklar tashalgan. Xo'p, mana do'stlar. Onyx salonida bir yurtdoshlarimiz uchun zo'r variant, zo'r mashina do'stlar. Bahosi 160 million so'm pul, ustida 1,5 so'm qaytamiz. Avtokredit olaman desangizda, xo'p, oldindan bir 35 million so'mlar bilan chiqadi, 35-36lar bilan oylik to'lovi 3 million 900 mingdan 5 yilga to'g'ri keladi. Barcha xizmatlarimiz bor. Kim yosh Onyx'imiz qiz bo'lsa, video ostida nomerlar qoldiraman. Bemalol bog'lanib, Bag'at avtomarketga kelib, shu mashinani naqd pul, avtokredit, avtobarter 10 ming dollardan ya 100 million so'mga bersangizda, yetmaganini 1 oy yarim oy durush variantlari bilan xarid etib ketsangiz bo'ladi.